Telefonlarni olamiz oka. Ko'chaga haydab chiqaradi. Bezukka qo'yamiz. Opa, men siz bilan gaplashaymanda, qarang, bir-birimizni hurmat qilib gaplashaylik bitta bos. Yana bir bor assalomu alaykum. Men Yashnobod tuman tergov boshlig'iman, Bobur ismim, familiyam Turg'unov. Quruvchi elektron ro'yxatga olinishi kerak edi, shart edi bu narsa. Biz tekshiruvimiz bo'yicha quruvchi elektron ro'yxatga olinmagan. Bizda bu to'g'risida ma'lumot yo'q edi. Mana hozirlar tomonidan berilgan ma'lumot asosida olingan kredit bo'yicha o'sha Gulnor opaning video tasviri bizda mavjud. barcha qurilayotgan obyektlarga taqiq qo'yilgan. Quruvchi kamida umumiy loyihaning 20% miqdoridagi ulushi bilan o'zi kirish kerak. Ya'ni non qiymat bilan emas. Bizning surishtiruvimiz bo'yicha ularning 20% ulushi bo'lmagan. Biz olingan ma'lumotlarga qaraganda bu qurilgan uylar o'sha sizlardan yig'ilgan pulga qurilgan. Tergovga hozir bu narsa ma'lum emasligi bizga ayon. Bizdagi ma'lumotlar bo'yicha bitta qurilishga emas, o'sha qurilishga emasda boshqa loyihalarga sarflanganligi bo'yicha bizda ma'lumotlar bor. Zudlik bilan o'sha sud boshqaruvchini ham chaqirish kerak bo'ladi va uni so'roq qilish kerak bo'ladi. Voy aka, bitta narsani to'g'ri aytib o'tib ketdilar. Pullar umumiy hisobga tushgan. Aniq qo'yilgan talablarni bajarmaganligi sababli o'sha qurilish vazirligi mansabdor shaxslarni va shu hududga mas'ul bo'lgan qurilish sohasida nazoratni amalga oshiruvchi inspeksiya xodimlarini ham tergovga jalb qilib, ularning harakatlarida mansabni suiiste'mol qilish bilan bog'liq jinoyat kodeksining moddalari bilan kvalifikatsiyalab huquqiy baho berilishini so'ragan bo'lamiz. Tergovga jalb qilib, ularning xatti-harakatlariga qonuniy baho berish masalasini ham ko'ramiz. Men o'zim yozib oldim. Xuddi mana shunday kabi hozirda jabrlanuvchi sifatida e'tirof qilinganman. Ya'ni tergov jarayoniga kelib haqiqatdan o'sha haqiqatdan bo'lgan holatda aytib berganligimiz uchun guvoh sifatida so'roq qilindik va shundan keyin o'zimiz bilan tuzilgan shartnoma va kvitansiyalarni tashlab bergan holda jabrlanuvchi sifatida e'tirof qildik. Jabrlanuvchi sifatidagi huquqlarimizdan kelib chiqqan holda biz jamoaviy iltimosnoma qilganmiz. Tergovni biz umuman tergovga aralashish yoki tergov siriga boshqa yoritish harakatimiz yo'q. Birinchi navbatda Izmir Artstroy nomli, ya'ni shu MCJ tomonidan olingan kredit bo'yicha o'sha Gulnor opaning video tasviri bizda mavjud. Kreditimizni olishimiz bilan bitqazamiz va kreditimizni oldik deb. İzmir MCJ bilan birga ishlagan shaxslar bizlar hozir jabrlanuvchilar orasida turibdi. Ular ham aytishyaptiki, kredit olinganligini va bizni o'sha qurilayotgan uylarimiz kreditga garovga qo'yilganligini. Xo'sh, biz ularga ham ishonmaymizda, xo'sh, o'sha Gulnor opaning o'ziga ham ishonmaymizda, buni tergovga, ya'ni baholamoqchimiz. Tergov bunga o'zini vakolatdan kelgan kelib chiqqan holda baho berishini, o'rganilishini, haqiqatan kredit olinganmi va kredit olingan bo'yicha bizning o'sha uylarimiz garovga qo'yilganmi va kredit berilishini qonuniyligi va garovga qo'yilishini qonuniyligi agar olingan bo'lsa, kredit papkalarini ijod qila olgan holda o'rganishi va shuningdek agar kredit noqonuniy berilgan bo'lsa, bu yerda bank xodimlari va boshqa holatlarda Jinoyat kodeksining 117-moddasi alomatlari mavjud bo'ladi. Chunki buni nimaga aytyapmiz? Biz o'sha ulushdor sifatida e'tirof qilinishimiz kerak edi. Agar shu garovga qo'yiladigan mulkda ham. Chunki biz tomonimizdan o'sha investor sifatida pul to'langanligini inobatga oldik. Birinchi qisqacha nimamiz kredit bo'yicha shu edi. Ikkinchisi, hozirda tergovga hozir bu narsa ma'lum emasligi bizga ayon. 30-iyul 26-yildagi 45-9-sonli ajrimi bilan İzmir Artstroy MCJga nisbatan to'lovga qobiliyatsizlik, bankrotlik to'g'risida ish qo'zg'atilib, mazkur kuzatuv joriy qilingan hamda kuzatuv boshqaruvchisi etib Omonovich tayinlangan. 315-xonasida birinchi kreditorlar yig'ilishi o'zi bo'lishi to'g'risida barcha kreditorlarga yo'llanma xat yuborilgan. Buni tergovda mavjud emas bu ma'lumot, shuning uchun zudlik bilan kechiktirib bo'lmas holat sifatida buni qaralishini so'raymiz. Bankrotlik ishi sud muhokamasiga, ya'ni e'tibor qaratishni so'rayman. 10-sentyabr 26-yil soat 11:00 da Toshkent tumanlari sudida ko'rib chiqish o'zi tayinlangan. Mana shu tayinlanganligi bois mazkur sudda ertaga ko'p qavatli turar joy qurilishida ulush bay ishtirok etish uchun pul to'lab hozirda jabrlanuvchi deb topilayotgan bizlar 3-shaxs sifatida e'tirof qilinmaganmiz va bu o'sha qonunni buzilishiga olib keladi. Ya'ni biz manfaatdor shaxsmiz. O'sha sud ham bu qarorni chiqarsa, to'g'ri tergov sudning ichiga aralashmasligi mumkin, lekin tergovni chalg'ituvchi harakatlar sud tomonidan amalga oshirilmasligi kerak. O'shandan kelib chiqqan holda
bizning 3-shaxs sifatida e'tirof qilinmaganligimiz va shuningdek hozirgi kunda tergov ishlari olib borilayotganligi va bizning mulkimiz begonalashtirilmasligi, boshqa shaxslar, yuridik shaxslarga o'tib ketmasligini oldini olish maqsadida o'sha hozir ko'chada aytganimizdek taqiq qo'yilganligini aytib o'tdingiz. Lekin men sanalarni boya bekorga aytmadim. Mulkka taqiq qo'yilgan bo'lsa-da, bular kreditorlar yig'ilishini tashkil qilyapti va boshqa qilyapti. Bular demak tergovdan xabarsiz. Demak tergovga zudlik bilan o'sha sud boshqaruvchini ham chaqirish kerak bo'ladi va uni so'roq qilish kerak bo'ladi. Ya'ni unga o'sha sud boshqaruvi bo'yicha berilgan xatni men tergovchiga Telegram messenjeri orqali tashlab berganman. Zudlik bilan o'sha tashlab berdim. Ya'ni o'sha sud boshqaruvchi tomonidan chiqarilgan xatni. U kishini chaqirtirib, mulkni begonalashtirilmasligi, ya'ni ertaga agar biz bu yoqda tergov qilib, boshqa qilib tortishib, sud jinoyat sudida hukm chiqarilgan bo'ladigan taqdirda ham yoki kelishmaslik bo'yicha ogohlantirilgan taqdirda ular mandagi ma'lumotga ko'ra sentyabr oyida biz qurib beramiz deyishyapti-yu, tergov o'shanga qarab bitta ularning harakatda agar jinoyat alomat bo'lmasa 83-moddagacha tugatishni rejalashtirganligi bo'yicha menda aniq ma'lumot yo'q, lekin buni tergovga men yana ma'lum qilaman. Shu bo'yicha ular sentyabrda ishni bitiramiz deb sizlarni aldov yo'li bilan bizning mulkimizni begonalashtirish maqsadida mana bu bankrotlik bo'yicha qilinayotgan harakatlari inobatga olishingizni so'raymanda, agar shu haqiqatdan bu holatni o'rganib Jinoyat kodeksining 180-moddasi, 181-moddasi birinchi qismida soxta bankrotlik va to'lov qobiliyatsizlik va qasddan to'lov qobiliyatsizlikka olib kelish moddasi bor. Ya'ni bularning harakati xuddi shu bilan, ya'ni buncha odamni bizada qilib beramiz deb turib, lekin bu yoqda bankrotlikka tagdan ish bitirish uchun berdi. Bironta kishi bilmagandi buni, agar menga bitta ma'lumotni yetib keldi. Agar shuni bilmaganimizda edi, ular bu yoqda bankrotlik qilib mulkni begonalashtirib yorgan dedi, biz bu yerda taqiq qo'yilgan deb yuribmiz. Lekin taqiq qo'yilganimiz men sanasini bekorga aytmadim, yaqinki sanada bo'lgan. Ular nima uchun kreditorlar yig'ilishini o'tkazyapti? Demak, bu yerda ham 180-modda, ham 181-modda, ham taqiqqa qo'yilgan mulkni begonalashtirish, boshqaga o'tkazish masalalari, jinoyat alomatlarini ham chuqur tahlil qilib o'rganib chiqilishi lozim deb hisoblayman. Yana bir bor assalomu alaykum. Men Yashnobod tuman tergov bo'limi boshlig'iman, Bobur ismim, familiyam Turg'unov. 2026-yil iyun oyining 25-sanasida jinoyat ishi Toshkent shahar prokurori roziligi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, 27-iyun kuni tuman prokurorining roziligi iltimosnomasi bilan sudga chiqilgan, sud tomonidan ajrim chiqarilgan. Ajrimga asosan Izmir Arstroyga tegishli bo'lgan barcha qurilayotgan obyektlarga taqiq qo'yilgan. Endi taqiqqa ozgina bir aniq gapirib berib o'tib ketaman. Bu qo'yilgan taqiqdan keyin unga hech kim bizda ham bor edi. U tergov jarayonida, o'sha tergov boshlanishidan oldin tergov qadar surishtiruv jarayonida ham bunaqa bizda gap so'zlar bor edi. Kredit olarkan, u bo'larkan degan gap so'zlar bor edi. Ertaga nizolar kelib chiqmasligini oldini olish maqsadida jinoyat ishi qo'zg'atilgandan keyin sirazi barcha balansda bo'lgan barcha uylarga, o'sha qurilish obyektlariga taqiq qo'yilgan. U bilan kredit ola olmaydi. Endi ikkinchi masala, men iqtisodiy sud masalasini gapirib o'tdim. Olinganligini aytishdi dedim. Ola olmaydi emas, olinganmi yoki yo'qmi? Kredit olinmagan. Bu hozirda bizda dastlabki o'sha reviziya deymiz, ya'ni taftish tayinlangan. Shundagi biz olingan ma'lumotlarga qaraganda bu qurilgan uylar o'sha sizlardan yig'ilgan pulga qurilgan. Endi u nech puli uyga sarflangan, nech puli o'zlashtirilgan bu masala bo'yicha bu oldin yig'ilishda ham aytganmiz. Umumiy jabrlanuvchilarning sonini keltirib chiqazganimizdan keyin jabrlanuvchilar tomonidan to'langan summalar keyingi etapda to'lanadigan summalarning hammasi bizga reviziyada ayon bo'ladi. Shundan keyingina aynan qancha pul sarflanganligi to'g'risida ma'lumot beramiz to'g'risida ham sizlarga. Rahmat. Sizdagi olingan ma'lumotlar bizda ham bor, bunaqa ma'lumotlar kredit masalasi bo'yicha u obyektga emas, bitta ikkita shaxslar nomiga kredit olingan. Demak, noto'g'ri. Rahmat. Lekin biz u kreditni oldirmaslik, qanaqadir boshqa boyaga siz aytgandek iqtisodiy sud masalasida ko'rib chiqilib, keyinchalik boshqa bankrotlikda e'lon qilinib boshqa firmalarga o'tib ketmasligini oldini olish maqsadida jinoyat ishi qo'zg'atilgan va sirazi taqiq qo'yilgan. Ikkinchi masala, iqtisodiy sud masalasini aytib o'tdingiz, shu to'g'risida savol berdingiz. Bizda bu to'g'risida ma'lumot yo'q edi. Mana hozirlar tomonidan berilgan ma'lumot asosida kunlik ish rejamizga kiritamiz. Bugungi kunimiz, ya'ni 17-avgust kunning ikkinchi yarmida
yozma ravishda iqtisodiy sudga biz chiqamiz, yozma ravishda. Shaxsan bosh boshqarma boshlig'ini bunaqasi bilan chiqamiz, xati bilan chiqib, nima mazmunda kimlar murojaat qilganligi to'g'risida ma'lumotni olamiz. Undan tashqari agarda firma bilan bog'liq xatti-harakatlar bo'ladigan bo'lsa, jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari davom etayotganligi sababli har qanday o'sha protsess to'xtatish masalasini ko'ramiz. Endi soxta bankrotlik yoki boshqa demaylik, shu bankrotlik masalasi bo'yicha murojaat qilgan fuqarolarning kimligini aniqlab, tergovga jalb qilib, ularning xatti-harakatlariga qonuniy baho berish masalasini ham ko'ramiz. Men o'zimga yozib oldim. Jinoyat ishida men o'zim ham shaxsan jinoyat ishi doirasida yurganligim uchun rasmiy va norasmiy rahbarlarda juda ko'pincha to'g'ri kelib qolamiz, duch kelamiz. Mana shu holatda, mana shu Mahmatqulovning harakatlari, ya'ni mazkur jinoyat ishi doirasida aloqadorligi bo'yicha biron bir rasmiy hujjat yuritilgan bo'lsa, uni o'rganishini, agar o'zidan iz qoldirmaslik uchun biror bir hujjat yuritilmagan bo'lsa, MCHning rasmiy rahbarlari va mas'ul xodimlarining jinoyat ishi qo'zg'atilganligi uchun vakolatingiz borligini inobatga olgan holda, ularning telefon qo'ng'iroqlarini ko'rgan holda, kiruvchi chiquvchi qo'ng'iroqlarni ko'rgan holda, shuningdek ular bilan birga ularni so'roq qilgan holda, haqiqatdan ham Mahmatqulov norasmiy rahbar sifatida e'tirof qilish mumkinmi yoki yo'q? Uning agar harakatlarida jinoyat alomatlari aniqlangan taqdirda javobgarlik muqarrarligini prinsipini uni bilan birga ta'minlashingizni so'raymiz. Bu 3-chi so'rovimiz. İzmir Artstroy MCH'ni ta'sischisi, 100% ta'sischisi ham, direktori ham, главный buxgalteri ham o'sha Gulnoraning o'zi opamiz. Shu uchun aytyapman-da. Shuning uchun aka, bizda hozir bekorga men olib chiqib qo'ymadim, yana bor. 50 ta bu hamma jinoyat ishi. Buni bitta tomida 300 varoqdan ko'p bo'ladi-da. 250 bitdan 250 normativ bo'yicha. Normativ bo'yicha shunaqa. Endi hozir biz bunaqani hisobga olib 50 tomdan oshiq qilingan. Bu demoqchi bo'lganim boyagi savolga 17 ta emas, bu yerda 450 tadan odam so'roq qilingan. Bizda yana so'roq qilinish kutilayotgan 600 ga yaqin odam bor. Bizni anaqamiz bo'yicha-da. Sababi uylarni 1153 ta uylar to'liq sotib bo'lingan degan bizda anaqa bor. Shuning uchun so'roq qilinganlarni, so'roq qilinmaganlarni hozir hammasini shakllantirib, biz agar kelish imkoni bo'lmagan, bu yoqqa kela olmaydigan fuqarolarni O'zbekiston bo'ylab hamma viloyatlarga tergov topshirig'i sifatida tushirib berib, ularni so'roq qilish jarayonini o'zi qilganmiz, berganmiz. Boyagi shaxs to'g'risidagi ma'lumotlaringiz agar bizda bor, u to'g'risida o'zimizga tergovda ma'lumotlarimiz bor. Faqatgina men sizga bu narsani ochiqlamayman. Tergov jarayonida o'sha o'tkazilayotgan reviziya bo'yicha, boshqasi bo'yicha baribir ertaga kelib chiqadi-da, u bitta uni men ham siz ham tushuntiramiz, u bitta o'zi bu shaxs buncha ish qila olmaydi, uni bilib turamiz. Shuning uchun tergov jarayonini ko'ramiz aka. Hozir men aynan qanaqa, uni roli qanaqa, rasmiymi, norasmiymi, men u shaxs to'g'risida hech narsa ma'lumot bera olmayman. Yo'q, biz tergovga aytdim, boshda ham tafsiriy ahamiyatga ega bizning fikrlarimiz. Chunki oxirida biz ham buni berishimizdan maqsad aznakamliklar jinoyat ishi tugaganligi bo'yicha e'lon qilingan vaqtida nimaga mana buni sen o'rganmadingizlar deb aytmaslik uchun hozirda yozma ravishda beryapmiz. Rahmat aka. Rahmat. Ruxsat bering. Men Qosimov Behruzxonov o'g'liman, Elbalo Rahmatxo'jayev rahbari, jurnalistman. Men ham xuddi shunaqa tergov organiga, siz boshlig'ingizdagi tergov boshqarmasiga tavsiyaviy xarakterga ega takliflarim bor edi ushbu ish doirasida. Bu yerda hozir hamma quruvchi va uni mansabdor shaxslarni ayblab ko'rsatyapti. Ya'ni ularning harakatiga baho berishni so'rayapti. Meni fikrim sal boshqacharoq. Bilamizki, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 27-maydagi 47-32-sonli qarori bor. U yerda quruvchiga qo'yilgan bir nechta qat'iy talablar bor. Ya'ni xuddi shunaqa holat ulush kiritib kvartira olishni tartibga soluvchi bu qaror bu. Shu yerda quruvchiga qo'yilgan bir nechta talablar bor. Shulardan asosiylarini sanab o'taman. Birinchisi, quruvchi elektron ro'yxatga olinishi kerak edi, shart edi bu narsa. Biz tekshiruvimiz bo'yicha quruvchi elektron ro'yxatga olinmagan. Elektron ro'yxatga olinmagan bo'lsa, fuqarolardan ulush kiritish taqiqlangan. Ikkinchisi, quruvchi kamida umumiy loyihaning 20% miqdoridagi ulushi bilan o'zi kirish kerak. Ya'ni non qiymati bilan emas. Bizni surishtiruvimiz bo'yicha ularning 20% ulushi bo'lmagan. Keyingisi, alohida bank hisob varaqasi ochilishi shart edi. Ya'ni
ulushdorlar o'sha kvartira olish uchun to'layotgan ulushlarni alohida bank hisob raqamiga to'lash kerak edi. Umumiy emas va o'sha to'langan pullar faqatgina maqsadli qurilishga ishlatilgan edi. Bizdagi ma'lumotlar bo'yicha bitta qurilishga emas, o'sha qurilishga emasda boshqa loyihalarga sarflanganligi bo'yicha bizda ma'lumotlar bor. Keyingisi, har bir fuqaro bilan tuziladigan shartnoma qurilish vazirligining o'zida alohida ro'yxatga olinib, unga QR kod berilishi kerak edi. Bu qilinmagan. Menda 10 ga yaqin ulushlarning shartnomasi bor. Birorta shartnomada QR kod mavjud emas va qurilish vazirligidan qaysi raqam o'zida ro'yxatga o'tkazilganligini aniqlashga imkoni yo'q. Buni ham tergov yo'li bilan tekshirishingizni so'raymiz. Hisobga qo'yilmagan shartnoma buni oqibati og'ir bo'lgan, bu alohida ta'rif berilgan bunga. Qurilish jadvaliga rioya qilinishi shart edi, ya'ni qurilish 2025-yilning 1-choragida, ya'ni mart oyida qurib bitkazilishi kerak edi. Oradan 1,5 yilga yaqin vaqt o'tdi, qurilish hali bitkazib, ulushlarga topshirilmagan. Buni ham qurilish nazorati inspeksiyasi nazorat qilishi kerak edi. Keyingisi, oxirgi iltimosimiz yuqoridagilarni inobatga olib, yuqoridagi aniq qo'yilgan talablarni bajarmaganligi sababli o'sha qurilish vazirligining mansabdor shaxslarini va shu hududga mas'ul bo'lgan qurilish sohasida nazoratni amalga oshiruvchi inspeksiya xodimlarini ham tergovga jalb qilib, ularning harakatlarida mansabni suiiste'mol qilish bilan bog'liq Jinoyat kodeksining moddalarini kvalifikatsiyalab, huquqiy baho berilishini so'ragan bo'lardik sizlardan. Noqonuniy xatti-harakatlarni oshirgan, amalga oshirgan rasmiy va norasmiy ishchilar, undan tashqari boya aka aytib o'tdilar, o'sha qurilishda inobatga olinadigan qurilish boshlashdan oldin e'tibor berilishi lozim bo'lgan qat'iy talab sifatida belgilab qo'yilgan holatlarga ham e'tibor berilmaganligi va murojaat kelib tushgan vaqtgacha o'sha qurilish davom etib, bu sekin-sekin fuqarolar tomonidan aniqlangan holatlarda bu albatta har bitta holat bo'yicha qayta aytaman, o'sha Izmir Arstroy tashkil topib, jinoyat ishi qo'zg'atilgunga qadar firmaga kirib borgunimizga bo'lgan vaqt oralig'ida qilingan xatti-harakatlar o'sha taftish ekspertizamizda bu anaqasi ko'rinadi, baribir ertaga chiqadi, necha pul olingan, nima qilingan, undan tashqari qurilishga kim ruxsat bergan bo'lsa, talablar, qanaqa talablar bo'lgan, hammasini tergov jarayonida ko'ramiz. Bizning hozir asosiy maqsadimiz jinoyat ishi bo'yicha asosiy maqsadimiz jabrlanuvchilarni qamrab olish, ya'ni jabrlanuvchilar sonini biz aniqlashtirib, yana qaytarib aytaman, to'langan summa bilan bizda ma'lumot bor. O'sha Izmir Artstroyi hisob raqamida tashkil topgandan hozirgacha bo'lgan pul aylanmalari to'g'risida ma'lumot bordi. Voy aka bitta narsani to'g'ri aytib o'tib ketdilar. Pullar umumiy hisobga tushgan. Alohida investorlar uchun alohida hisob ochilmagan. Lekin u shu yerdagi pullar kim to'lagan? U pullarni fuqarolar to'lagan, lekin necha pulni fuqarolar to'lagan degan savolga biz javob bera olmaymiz. Sababi reviziyamiz hali oxiriga yetmagan. Meni fikrimda siz xuddi biz Izmirda biz tashkil qilgandek munosabatda bo'lyapsiz, opajon. Imijiga ta'sir qilar ekan. Imiji u o'tirgan firma boshqa firma edi. U firma Izmirga umuman aloqasi yo'q. To'xtang. Hozir o'tirgan firmami? O'sha sotuv bo'limi ochilgan joy bor-ku. O'sha boshqa firmaniki. İzmir. O'shani savolni javob berayotgan javobimni opa, men siz bilan gaplashayman-da, qarang, bir-birimizni hurmat qilib gaplashaylik, iltimos. Narsaga qisqa yo'lda tushuntiring, men qiynayapti. Kechasi bilan yozishadi. Hop, javob bermaysiz, nima? Siz tergovga mas'ul shaxsmisiz, yo'q qurilishga mas'ul shaxsmisiz? Xalq aytgan javob bermaydi. Nima deydi? Mana xalqqa, opajon, qarang. Nechta odam kelgan bo'lsa, 30 ta, 50 ta odam keldi, men xonamda qabul qildim. U siz o'zingizga unaqa mas'uliyatni olmaysiz, qurilishga mas'ul shaxs emassiz. Men to'xta bolam bilan ko'chada o'tiribman. Hop, tushundim. Manchalik vaziyatda dahshatli og'irman, men bo'lsam kerak. Chunki men davlat yerida o'tiraman. Xohlagan paytda men to'rtta bola bilan ko'chaga haydab chiqaradi. Siz va siz boshchilik qilayotgan tergov guruhi a'zolariga, tergovchilarga nima uchun murojaatlar bilan gaplashganimda har bir murojaatchini keltirayotgan vajlarini jiddiy qabul qilib, sinchiklab o'rganib, ularga xushmuomala bo'lganidan men rahmat aytaman. Buni ochiqlaymiz ijtimoiy tarmoqda. Keyin shu yuqoridagi aytgan qarorning 41-bandida qurilish grafikidan 6 oy kechiksa alohida muammoli obyekt sifatida alohida nazoratga olinib, uni jiddiy nazoratga olib qurilish bitkazilishi kerak edi. Bu ham qilinmagan.
Shuning uchun yuqoridagi aytganimdek qurilish inspeksiyasi xodimlari va vazirlikda shu hududga mas'ul bo'lgan shaxslarning harakatiga ham baho bersanglar biz xursand bo'lamiz. Rahmat. Yana qaytarib o'taman, aynan kimgadir qurilish obyekti yoki qurilish inspeksiyasi emas, umuman Izmir House, Izmir Artstroy tashkil topib, jinoyat ishi qo'zg'atilgan kungacha bo'lgan vaqt oralig'ida umumiy bitta harakat qilgan, ya'ni noqonuniy harakat qilgan, aynan qurilish bo'yicha yoki boshqa emas, aynan unga kimdir yordam bergan noqonuniy harakatlar amalga chetda qolib ketmaydi, hammasi qonun oldida javob beradi. Qilganmiz, bunaqa tergovlarni ham oldin ko'rganmiz, tajribamiz bor. Qaysi xuddi siz singari qaysi sohalarga, qaysi yo'nalishlarga e'tibor berish kerakligimiz, oldimizga qo'yib olgan rejalarimiz bor. Shu rejalarimizni umumiy qilib aytganda, shu xatti-harakat, noqonuniy xatti-harakat qilgan har bir shaxs, u yuridikmi, jismoniymi shaxs qonun oldida javob beradi, javobgarligini qilamiz. Rahmat. Balki shular ishini istiqboldan funksiyal vazifasini to'g'ri bajarganda balki sizgacha kelmasdik, tergovgacha kelmasdik balki. Bu ish jarayonida qaysidir qism noto'g'ri ishlaganligi sababli sizlar deb turibsizlar. Rahmat. Agar siz aytayotgan qonunlarga to'liq rioya qilingan holatda qurilish o'z ishini, quruvchi o'z ishini, ish beruvchi, ish oluvchi hamma o'z ishini, protsessini to'g'ri bajarib turib, bajarganda hozir biz ko'rishmasdik debdi. Biz hozir Yashnobod tumani ichki ishlar boshqarmasi tergov boshqarma boshlig'ini qabulidan chiqdik. Juda ko'plab Izmir Artstroy kompaniyasidan norozi bo'lgan fuqarolar bilan birgalikda qabuldan chiqdik. Hozir biz tergov organi rahbariga o'zimizni jamoaviy iltimosnomamizni va takliflarimizni berdik. Tergov boshlig'i xushmuomalalik bilan qabul qilib, bizga o'sha kechgacha ishlayotganini, barchasini vakolati doirasida hal qilishini va'da berdi. Biz buni fuqarolar foydasiga hal bo'lishini, hech kim puliga, uyiga qolmasligini umid qilib, tergov organi xodimlariga biz kuch-quvvat tilab turamiz.